Bir ona farzandlariga vasiyat yozib qoldiribdi. Bu vasiyat men o'ylaymanki hamma farzandlar uchun ona tomonidan aytilingan bir nido. Aziz o'g'illarim, go'zal qizlarim, jon farzandlarim, sizlarni dunyoga keltirishlikda bir o'limni bo'ynimga olganman. Zero ona bo'lish baxtiga musharraf bo'lishlik uchun to'lg'oq azobiga rozi bo'lganman. Vaqtiki kelib, mabodo qarilik qilib, ezma bo'lib qolsam, meni kechiringlar. Ezmaligim uchun mendan xafa bo'lmanglar. Chunki sizlar kichikligingizda har qanday erkaligingizni men ko'targanman. Har qanday injiqligingizga sabr qilganman. Sizlar ham bolajonlarim, mabodo qarib